Parvardigorning go'zalligini ko'rgan mu'minlar unga maftun bo'ladilar va minnatdorliklarini shu kabi so'zlar bilan ifodalaydilar. Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar. Yana bir dahshatli narsa. Jannat ahli do'zax ahlini ko'rib turadilar. Jahannamdagilar ham jannatdagilarni ko'rib turadi. Bir tomonning pushaymonligi bir necha barobar ko'payadi. Ikkinchi tomonning minnatdorligi esa yanada ortadi. Xo'sh, jannat ahli cheksiz baxtdan bahramand bo'lgan bir paytda do'zax ahlining holati qanday bo'ladi? Jahannamda yonmoqda. Uning ichi tim qorong'u. Azob va pushaymonlikka to'la manzaralar, odamlarning nolalari va faryodlari bilan to'lgan. Ular soat, ya'ni qiyomatni ham yolg'onga chiqardilar. Vaqtki u ularni uzoq joydan ko'rganida uning g'azabnok qaynashi va bo'kirishini eshitdilar. Uning tor joyga kishanlangan hollarida tashlanganlarda esa o'sha joyda o'zlariga o'lim tiladilar. Ularga bugungi kunda bir o'limni emas, ko'p o'limni tilanglar deyiladi. Qanchalik dahshatli bo'lsa ham, adolat bo'lishi uchun jahannam o'ta zarur. Adolat mazlumlar uchun rahmatdir. Oyatda Alloh shunday deydi: biz ularga zulm qilganimiz yo'q, lekin ular o'zlari zolim bo'ldilar. Iymonli mu'minlar uchun jahannam vaqtincha bo'ladi. Agar ular katta gunohlar qilishgan, ammo tavba qilishmagan bo'lsa va gunohlari solih amallardan ko'p bo'lsa va ularga shafaat qilinmasa, ular bir muddat do'zax olovida qoladilar. Albatta Alloh kechirsa ularga azob yo'qdir. Mabodo mu'min kishi jahannamga tushib qolsa, uning jazosi tugashi bilan u yerdan chiqib jannatiga kiradi. Jahannamdagi azob farishtalari o'z vazifalarini bajarishda juda qattiq dil va qattiq qo'ldirlar. Ularning dahshatli ko'rinishining o'zi do'zax ahli uchun azob bo'lishga yetarli. Qur'onda kofirlar va do'zaxga boshchilik qilgan farishta o'rtasidagi suhbat shunday tasvirlangan. Ular shunday deydilar: "Ey Malik, Robbingga ayt, azoblarimga nuqta qo'ysin." U: "Yo'q, sizlar bu yerda qolasizlar. Sizlarga haqiqatni keltirgan edik, lekin ko'pchiligingiz uni yoqtirmadingiz", deydi. Ammo azob faqat olov bilan bo'lmaydi. Kishi u yerda jannat ne'matlaridan quruq qolganini o'ylab azoblanadi. Yolg'izlikdan azoblanadi. Jimlikdan va shayton bilan birga yonishdan azoblanadi. Dahshatli olovdan va kuydiruvchi muzdan azoblanadi. Allohga shukr keltirmaganlikdan va u bilan gaplasha olmaslikdan azoblanadilar. Boshqacha qilib aytsak, u yerda bir kishiga turlicha azob beriladi. U kunda Alloh jahannam ahliga "menga gapirmang" deydi. Qanday achinarli manzara. Robbilari bilan aloqalari butunlay uzildi. Olov ichidagi odamlarning qo'llari zanjirband qilinadi va alanga butun tanalarni qoplaydi. Ko'zlari dahshatdan qotib qoldi. Har bir olgan nafaslari jahannamning tafti bilan to'ladi. U yerdan qochishga harakat qilishadi, lekin qochishning iloji yo'q. Boshlaridan qo'yilgan olov terlarini eritib, ichlarini qaynatadi. Qur'on buni shunday tasvirlaydi: "Va saqar nimaligini sizga nima bildirdi? U boqiy qoldirmas va tark ham qilmas. U terini ko'p kuydirguvchidir." Ularning taomi zaqqum, do'zax alovidagi daraxtning mevasi va tikanli o'simliklardir. Va ularning ichimligi qaynoq suv va yeringdir. Uni har ichganlarida azobni suyaklargacha his qilishadi. Uning ortida jahannam bordir. Yering suv ila sug'orilgandir. Uni yutishga urinadi-yu, ammo yuta olmaydi. Unga har tomondan o'lim keladi-yu, ammo o'la olmaydi. Uning ortidan esa qattiq azob bor. Boshqa oyatda Alloh aytadi: "Ularga tikandan boshqa taom yo'q. U na semirtirmas, na ochlikni ketkazmas." Ular har safar boshqa chidolmayman deganida azob battar qattiqlashadi. Ularning yagona orzusi o'lish, yo'q bo'lish, tuproqqa aylanish. Lekin bunday bo'lmaydi.
Bu dunyoda begunoh odamlarga bomba tashlagan, ularni ko'z yoshlariga ahamiyat bermasdan qiynaganlar o'shalar emasmidi? Bolasini yo'qotib yig'lagan onani ko'rib kulganlar o'shalar emasmidi? Qaniydi o'shanda aqlimni ishlatsam, qaniydi menga boshqa imkon berilsa. Uning nolalari qanchalar qattiq bo'lmasin, hech nimani o'zgartirmaydi. Bu dunyoning sinovlari tugadi. Endi ular narigi dunyoda javob berishadi. Shuningdek, jahannamda yonayotgan odamlar u kunda bir-birlarini yoqasidan ushlaydi, aybni bir-birlariga qo'yib la'natlashadi. Bu Qur'onda shunday tasvirlangan. Sizdan oldin o'tgan jin va insdan bo'lgan ummatlar bilan do'zaxga kiring. Qachonki qaysi bir ummat do'zaxga kirsa, sherigini la'natlar. So'ngra ular to'planib, oxirgilari birinchilari haqida: "Ey Robbimiz, ular bizni adashtirdilar, bas ularga do'zax azobini 2 barobar bergin" deydilar. Alloh ularga: "Hammangiz 2 hissa azoblanasiz, ammo bilmassiz" deydi. Ularning birinchilari oxirgilarga aytadi: "Seni bizda hech qanday haqqing yo'q. Shu kungacha qilgan ishingga o'zing javob ber." Shuningdek, ba'zilari shaytonni ayblaydi. U esa quyidagicha javob qiladi: Albatta Alloh sizga haq va'dani qilgan edi. Men esa sizga va'da berdim, u va'damga xilof qildim. Mening ustingizdan hech qanday hukmronligim yo'q edi. Faqat da'vat qilsam, o'zingiz menga ijobat qildingiz. Bas, meni malomat qilmang, o'zingizni malomat qiling. Men sizlarni qutqaruvchi emasman, sizlar ham meni qutqaruvchi emassizlar. Endi men albatta ilgari meni shirik qilganingizni inkor qilaman. Albatta zolimlarga, ularga alamli azob bor. Oxir-oqibat zolim o'ziga munosib bo'lgan narsani oladi. Mazlumlar esa nihoyat o'zi loyiq bo'lgan narsani oladilar. O'lim qachon kelishini hech kim bilmaydi, ammo videolarda aytib o'tilganlarning hammasi albatta sodir bo'ladi. O'lim farishtasi sizni kuzatmoqda, qabringiz sizni kuzatmoqda. Hisob-kitob yengil bo'lmaydi. Bir tomonda jannat, boshqasida jahannam. Videoni oxirigacha ko'rayotgan bo'lsangiz, demak sinovlaringiz hali tugamabdi. Demak, hali yaxshilanishga vaqtingiz bor. Dunyodagi qaysi narsa jannatga teng bo'la oladi? Dunyoning vaqtincha rohatini deb jannatni yo'qotish to'g'rimi? Qay biri qiyin? Biz ado etishga dangasalik qiladigan ibodat mashaqqatimi yoki do'zax azobi? Tavba qilib, hammasini birlashtirganda 1 soatga ham bormaydigan ibodatni qilish qanchalik qiyin bo'lishi mumkin? O'limdan keyingi dahshatli voqealarda hamma qo'rquv va vahimaga botganda quvonch bilan tabassum qilib abadiy jannatga kirishga arzimaydimi? Bu dunyoga bekorga kelmaganmiz axir. O'lim haq. Qabr haq. Qiyomat albatta keladi. Bularni inkor qila olmaymiz. Shuncha haqiqatlarni bila turib, qanday qilib ular mavjud emasdek yashashimiz mumkin? O'lim har kuni 250 ming kishining eshigini qoqadi. Nahotki bu sizga ta'sir qilmasa, o'lim sizni uyg'otmasidan uyg'oning, chunki